agar bu qo'ng'iroqni ko'tarsam, u mening o'zimda gap beradi. U dedi, pastga qara. Men qaradim, lekin u yerda men bor edim. Ko'zguda turgan qiz men emas edi. Lekin u mening hayotimni yashayotgandi. Soat tungi 3. Oh-ohda telefonim birdan jiringladi va shu lahzada yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki bu vaqtda hech kim qo'ng'iroq qilmasligini juda yaxshi bilardim. Ekranga qarasam, noma'lum raqam. Yozuvi yonib turardi va ichimda galati sovuq qo'rquv yugurib o'tdi. Go'yo kimdir qorong'ida menga tikilib turgandek edi. Qo'ng'iroqni ko'tardim va qarshi tomondan o'zimning ovozimga juda o'xshash, ammo juda sovuq va xuddi boshliqdan kelayotgandek tovush eshitildi. Meni eshityapsanmi? Nafasim ichimga tushib ketdi, chunki men bu paytda xonada yolg'iz edim. Derazalar yopiq, eshik qulflangan. Ovoz esa yana davom etdi. Qo'rqma, men senga zarar bermayman. Faqat pastga qaragin. Yuragim qattiq ura boshladi. Telefonni o'chirib qo'ymoqchi bo'ldim, ammo barmoqlarim qotib qolgandek harakatlanmasdi. Birdan telefon yana o'sha ovoz bilan pichirladi. Yotoq ostingga qara. Shu so'zlar bilan xonadagi havo sovib ketdi. Devorlar qoraygandek bo'ldi. Men sekin egilib pastga qaradim, lekin hech kim yo'q edi. Yengil nafas oldim, ammo telefon yana jiringladi va ovoz bu safar yanada yaqinroq eshitildi. Sen meni ko'rmayapsan, lekin men seni ko'ryapman. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Qo'rqinchdan qichqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmasdi. Shunda u yana gapirdi. Men senman, lekin sen emasman. Shu lahzada ko'zguga qarab qoldim va ko'zguda turgan qiz men emas edi. Uning ko'zlari qop-qora, lablarida yovuz tabassum bor edi. Telefonimdan esa so'nggi gap eshitildi. Har kecha soat 3 da sen meni chaqirganingni eslaysanmi? Miyamda xotiralar chaqnadi. Bolaligimda yolg'iz qolgan kechalarim, qorong'ilikda pichirlab yordam so'ragan lahzalarim va men bilmasdan jinni chaqirganimni tushundim. Telefon asta-sekin ochdi. Chiroqlar ochib yonib ketdi va ko'zgudagi u narsa menga yaqinlashdi. Endi esa har kecha soat 3 da telefonim jiringlaydi. Lekin men uni ko'tarmayman, chunki men juda yaxshi bilaman, agar ko'tarsam, bu safar u telefon ichidan emas, xonam ichidan gapiradi.